Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Assalomu alaykum opa-singillarim, gulsevar opa-singillarim. Bugun sizlar bilan birgalikda men uchun birinchi marta bo'layotgan kameliya gulini tomirlatmoqchiman, ya'ni ko'paytirmoqchiman. Azizlarim, bu amalni sizlar bilan birga qilmoqchiman. Keling birgalikda bajaramiz. Unda mana kameliya gulimiz, mana shu kameliya gulimizdan yosh novdachalardan mana ko'rib turganlaringizdek, demak, kassoy qilib qirqib oldim. Demak, buni 4 ta atroska olyapman, 4 dona. Demak, har xil turpoqlarga ekib ko'rmoqchiman. Barglarni kesib chiqaman. Nima uchun kesib chiqaman? Chunki bargiga kuchi ketmaydida, tomiriga kuchi ketadi. Mana karnavindan foydalandim azizlarim. Mana demak, bu karnavin tomir chiqarishga yordamlashadi. Karnavinni demak, baklashkan qopqoqchasiga solib oldimda, yaxshilab har bir atroskani yaxshilab mana shunday botirib ekib chiqyapman. Mana ko'rib turganlaringizdek, azizlarim, bu yerda yana perlitga ham ekmoqchiman. Perlitni o'zi uni ham yaxshilab botirib chiqamanda, mana ko'rib turganlaringizdek perlitni o'ziga ekdim. Qanday natija berar ekan? Albatta videoni sizlarga ko'rsatib boraman azizlarim. Natijalarini birgalikda ko'ramiz. Mana suv purkadim azizlarim. Mana demak, har kun bir ochib purkab qo'yasizlar. Demak, men mana shunday konteynerdan foydalandim. Azizlarim, mana shunday holatda bo'ladi. Keyingi videolarda uchrashib qolguncha deb qolaman. Sog' salomat bo'lasizlar. Demak, har kun purkagandan keyin qopqog'ini yopib qo'yamiz azizlarim. Sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda uchrashguncha deb qolaman.